Quyidagi geometrik misolni ko'rib ketamiz. Bizda qandaydir uchburchak berilgan. Uning burchaklari 54 gradus, 24 gradus va mana bu ikkita tomonlari tengligi ma'lum bo'lsa, x burchakni toping deyapti. Bu yerda yechishning yo'llari bor albatta. Sinuslar teoremasini ishlatib yechsa bo'ladi. Bugun bir noodatiy uslubdan foydalanamiz, ya'ni yasash yo'li bilan yechiladigan misollar tipiga kiradi. Yasash yo'li orqali ishlasa bo'ladi bu misolni. Yasash yo'llarini ham sal murakkab etapidagi geometrik masala bo'ladi. Xo'p, yechishdan oldin bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shu va shunga o'xshash misollarni yechimini ko'rib borasiz albatta. Xo'p, nima qilamiz? Demak, uchlarni belgilab oladigan bo'lsak, A, B, C uchi deb oladigan bo'lsak, A uchidan 30 gradusli chiziq tushiramiz. Ya'ni mana bu yerda burchagimiz 30 gradus bo'la qolsin va BC ni tomon davomini orqa tarafiga davom qildiradigan bo'lsak, ular tutashadi. Ular tutashdi. Ya'ni bitta to'g'ri bo'lib qoldi endi bular. Mana bu nuqtani qandaydir D nuqta deylik. Qandaydir D nuqta. Xo'p, e'tibor beramiz. Endi bu 30 gradus o'zimdan 30 gradus deb oldim. Tashqi burchak 54 gradus bo'lsa, mana burchagimizga 24 gradus burchak qoladi. 24 gradus. Katta uchburchakka e'tibor beramiz. A, D, C uchburchakka e'tibor beradigan bo'lsak, asosi 24 gradus, 24 gradus teng yonli uchburchak bo'lib qoldi. Ya'ni mana bu tomoni bilan ikkinchi tomonlar teng bo'lib qoldi, teng yonli uchburchak. Xo'p, endi biz mana bu uchburchakka e'tibor beramiz. 30 gradus, 24 gradus uchburchak. Endi mana shu A uchidan mana bu A uchidan yana 30 gradusga ega bo'lgan burchakka ega bo'lgan bir tomon uzunligini chiqaramiz. Bu tomon uzunligi mana bu tomon uzunligiga teng bo'lsin. Ya'ni bu shunday bo'ladiki, demak, mana bu burchagimiz 30 gradus bo'lishi kerak va mana bu nuqtani qandaydir K nuqta deb oladigan bo'lsak, AK masofa AD masofaga teng qilib chiqarildi. Ya'ni buni ham tomonini ikkita chiziq desak bo'ladi. Mana teng qilib chiqarildi va D bilan K nuqtani tutashtiramiz. Natijada mana bu uchburchagimiz AD K uchburchagimiz muntazam bo'lib qoldi. Chunki bitta burchak 60 gradus, ikkinchi burchaklar ham teng 60 dan bo'lib qoldi. Shunda mana burchagimizga 36 gradus bo'lib qoladi. Mana burchagimiz esa 60 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, mana burchagini ham topib qo'yaylik albatta. Burchaklar bu 24 gradus, bu 30 gradus bo'lsa, ichidagi burchagimiz 126 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, endi mana bu B nuqta bilan K nuqtani tutashtiramiz. Mana bu 60 gradus endi hozircha bizga keragi yo'q. O'chiraman. Tutashtirganimizda qanday vaziyat bo'ladi? Demak, mana bu A va B chizig'imiz bisektrisa bo'lib qolyapti. O'shaning uchun mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak bir xil bo'lib qoladi. Va mana bu burchagimizga 24 qolyapti. 24 va pastdagi burchagimizga 36 qolyapti.
Xo'p, mana burchagimizni ham topib qo'yaylik. Albatta, bu burchagimizni topmoqchi bo'lsak, 36 bilan 36 ning yig'indisi tashqiga teng bo'ladi. O'shaning uchun burchak 72 deb ketsak bo'ladi. 72 gradus. Xo'p, endi demak, uchinchi tomon, mana bu tomonlarimiz ikkita chiziq bo'lgandan keyin bu tomonni ham xuddi shunday belgi bilan belgilasak bo'ladi. Xo'p, endi mana bu tomonni AB tomonni yana davom qildiramiz toki D dan chiqqan chiziq bilan tutashganda mana burchak 6 gradus bo'lgunigacha davom qildiramiz. Xo'p, qanday vaziyat sodir bo'ladi bu yerda? Davom qildirdik toki demak mana bu D bilan tutashganda 6 gradus bo'lib qolgunigacha mana 6 gradus. Mana bu 6 gradus, mana bu yerda shunda 30 gradus bo'lib qoladi mana. 30 gradus bo'lib qoladi. Demak, ikkinchi tomonda ham xuddi shunday qilamiz. Demak, mana burchagimiz 6 gradus. Gradus bo'lib qoldi. Mana bu o'rtadagi burchakka 30 gradus qoldi. Xo'p. Shu yergacha davom ettirdik. Shunda mana bu AB tomonimiz, AB chizig'imiz ham bissektrис, ham mediana, ham balandlik burchagini ham tengga bo'ladi. O'z mana burchak jami 108 edi. O'shani 54 dan ajratadi. Mana bu 54 gradus, ikkinchi tomon ham 54 gradusdan ajratadi. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana bu 6 gradus bo'lgandan keyin teng yonli bo'ladi. Uni tomonlarini ham bir xil belgi qo'yaylik. Mana nuqta qo'yib qo'ydim. Mana shu ikkala tomon teng bo'lib qoladi. Shunday vaziyat bo'lib qoldi. Endi mana bu yerda hosil bo'lgan uchburchakka e'tibor beramiz. Chizib ko'rsataman. Mana bu uchburchakning shu uchburchakni AD tomonga moslab chizib olish mumkin, chunki nega deganda mana bu tomon bilan mana bu tomon bir xil. Biz demak, mana bu yerdan bitta nuqta olib, o'sha ikkita teng tomonini o'sha tarafga chizamiz. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, mana bu uchburchakni mana bu yerga ko'chiramiz. Xo'p, demak o'sha yerga ko'chirdik. Mana burchagimiz 6 gradus. Mana burchagimiz 6 gradus bo'ladi. Va mana bu tomonlarimiz yana teng bo'ladi. Bir xil belgi qo'ydim. Demak, xo'p, o'sha uchburchaklarni bo'yab ko'rsataman. Demak, mana bu uchburchagimiz bilan e'tibor beramiz. Mana bu uchburchak mana bu yerga ko'chdi. O'sha yerga ko'chdi. Endi hosil bo'lgan nuqtani mana bu yerdagi uchi bilan tutashtiramiz. Tutashtiradigan bo'lsak, endi ozgina chizmamiz murakkablashib ketyapti. E'tibor beramiz. Mana bu uchi, mana bu D uchi va hosil bo'lgan uchlari muntazam uchburchak bo'lib qoldi. Nega deganda, mana bu burchagimiz 60 gradus, ikkitadan tomoni teng, qolgan burchaklari ham 60 gradusdan bo'lib qoladi. 60 gradus va yana 60 gradus. Demak, uchinchi tomoniga ham xuddi shunday belgini qo'yishimiz mumkin, muntazam uchburchak hosil bo'lgani uchun. Va
eng muhimi mana bu yerda mana burchagimiz mana 30 gradus 24 ga 6 mana bu ham 30 gradus. Demak, D uchidan mana bu kelgan chizig'imiz bissektrisa bo'lyapti. Muntazam uchburchakda bissektrisa ham balandlik vazifasini bajaradi. Demak, mana bu kesish nuqtamiz. Elektorni hozircha o'chirib turamiz. 90 gradus bo'lib qoldi. Mana 126 ham hozircha kerak emas bizga. Buni ham o'chiramiz. Demak, mana bu burchagimiz 54 edi. Sal kichikroq yozaman. 90 gradus bo'lib qoldi va bu mana bu chiziq D uchida mana bu kelgan chiziq ham median edi. Mana bu masofa bilan bu masofa teng. Chizmamizda sal o'xshamagandek bo'ladi, lekin aniq faktlarga asosan belgilab ketaman. Mana bu masofamiz bilan mana bu masofamiz bir xil. Xo'p, ana endi keyingi kesmamiz. Mana bunday tutashtiradigan bo'lsak, mana bu uchburchakka e'tibor beramiz. Mana bu uchburchagimizda, mana bu masofamiz mediani ham bo'lyapti, balandlik ham bo'lyapti. Demak, bu teng yonli uchburchak bo'ladi va bissektrisa hamligidan mana bu burchagimizga ham yana 54 gradus qoladi. Va 126 dan ayiradigan bo'lsak 72 gradus bo'ladi. Chunki jami 126 gradus edi. 72 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, endigi masala mana bu uchburchakka e'tibor beramiz. Bu yerda 36 gradus, 72 gradus, 3-burchagimizga ham 72 gradus burchak qoladi. 72 gradus. Endi bu ham teng yonli bo'lib qoldi. 72 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomonimiz ikkinchi tomoniga ham teng bo'lib qoladi mana. Xo'p, demak, kerakli bo'lgan o'zi barcha ma'lumotlar bu yerda aniqlandi. Endigi qiladigan ishimiz bu yerda uchburchaklar tengligini ishlatish kerak. To'g'ri chizmamiz murakkablashib ketdi-yu, lekin uni topa olishimiz kerak. O'sha uchburchaklarni ko'rsataman, ya'ni bo'yab ko'rsataman. Diqqatni e'tibor beramiz. Bo'yaydigan uchburchagimga e'tibor beramiz mana. Mana shu uchburchak. Xo'p, to'liq bo'yaylik shuni. Mana shu uchburchagimiz bilan demak, ikkinchi uchburchakni bo'yayapman, e'tibor beramiz. Mana bu uchburchak. Ana shu uchburchaklar teng. To'g'ri chizmada o'xshamayotgandek bo'lishi mumkin, lekin sababini ko'rsataman. Sababi, birinchi bo'yagan uchburchakning ikkita tomoni, mana bu tomon ikki chiziq, nuqta orasidagi burchak 54. Ikkinchi bo'yagan uchburchagimiz ikki chiziq, nuqta orasidagi burchak 54. Demak, TBT alomatiga ko'ra bu uchburchaklar tengdir. Uchburchaklar teng bo'lgandan keyin nuqta qarshisidagi burchak 30 gradus bo'lsa, nuqta qarshisidagi burchak 30 gradus. Demak, mana bu burchagimiz 30 gradus ekan. Xo'p, endi hamma narsa ayon bo'ldi. Uchburchakning tashqi burchak 30 gradus, ikkita ichki burchak yig'indisiga teng. O'shanga ko'ra, demak, x plus 24 30 bo'ladigan bo'lsa, demak, x teng 6 gradus ekan. Demak, bu misolimizning javobi 6 gradus bo'lar ekan. Chizmamiz ancha murakkablashdi. Albatta, videoni iloji boricha to'xtatib, o'rganib, harakat qilsangiz tushunasiz. To'xtatib ko'ring iloji boricha qaysi uchburchaklarni olayotganimni. Xo'p, demak, bizning kanalimiz, yana bir marta eslataman, Telegram kanalimiz Matematika 1997. Bu kanalni shaxsan o'zim olib boraman. Yechim muallifi, demak, Jo'raqulov
Mirshod. Shu va shunga o'xshash misollarni albatta Telegram kanalimizga, guruhlarga tashlab boramiz. Obuna bo'lib qo'ying.